sen bolalaringni tashlab ketding degan gap tuhmat edi. Nega? Chunki ana shu bolalarim, farzandlarim 5 ta emasdi, 6 ta farzandim. Bittasini mana uyli joyli qilib turmushga berib, nabiralikman alhamdulillah. 5 ta farzandim men o'zim qo'limda. Men o'zimni qaramog'imda onasi bilan birgalikda. Nima deysiz shu yerga? Oilaviy sharmanda bo'lib, qaynota ham qolmadi, qayna ham qolmadi, xotin ham qolmadi, audio zapislar ham qolmadi, chiqib ketib sharmandagarchilik bo'lib ketdi hamma joy. Va qoraga siz mana bu narsani mumkin emas degan so'zsa hech ham unaqa demaganman men deydi-da. Shunaqa montajlar qilishyapti. U albatta fortichkalari ko'p odamchi, u boshqa fortichkadan chiqib ketmoqchi bo'laveradi baribir. O'sha ba'zi bir ahli ilmchalar meni oilamga aralashib, ichiga aralashib, meni go'yo bir sharmanda qilmoqchi bo'lib, har xil gaplarni gapirib, tuhmat gaplarni, tuhmat. Sen bolalaringni tashlab ketding degan gap tuhmat edi. 5 ta bolang degan gaplar gapirishdi-ku. Sen 5 ta bolangni qo'yib qo'yding, boshqa qilding, qaramayapsan, boshqa degan tuhmat edi bu. Men vaholanki agar men yana o'sha yozuvchi bo'ladigan bo'lsam, o'sha tuhmat bo'yicha chora ko'ra olmayman. Hozir ham chora ko'ra olaman. Nega? Chunki ana shu bolalarim, farzandlarim 5 ta emasdi, 6 ta farzandim. Bittasini mana uyli joyli qilib turmushga berib, nabiralikman alhamdulillah. 5 ta farzandim men o'zim qo'limda. Men o'zimni qaramog'imda onasi bilan birgalikda. Nima deysiz shu yerga? Nima bo'ldi endi shu tuhmatchilar masalan? O'shanga agar chora ko'radigan bo'lsam, qayerga nima degan bo'ladi shunda, holat bo'ladi shunda, qani? Hozir yozsam bo'ladimi? Qani shu faollar aytinglar-chi, huquq faollari ham ko'radi-ku bu narsani. Yozsam bo'ladimi? Bo'ladi. Chora ko'ra olamanmi? Ko'ra olaman. Lekin shu ishni qilmayman men. O'shanda ham qilmaganman. O'sha paytda unga 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yil bo'lib qoldi adashmasam, shunaqa menga tuhmatlar, haqoratlar oilaviy tarzda bo'lganda, haqoratlar bo'ldi. Shunda men haligacha qilib aytdim, ko'zingizni qising deganman-da. Shunda ham bunaqa deb gapirmaganman, haqorat deb aytmaganman bu yerda. Alloh qaytarib qo'yadi senga. Men seni oilangni bilsam ham gapirmaganman. Lekin sen men oilam haqida tuhmat gaplarni gapiryapsan, Alloh senga jazo beradi deb bir necha bor aytganman bu narsani. Va ana shu paytning o'zida buni javobi chiqqan. Men e'tibor bermagan ekanman. Odamlar meni shu profillarimga, lichkalarimga, dayliklarga yozishganda, qarang qoraga, siz oilangiz haqida gapirib nima bo'ldi keyin o'zi? Oilaviy sharmanda bo'lib, qaynota ham qolmadi, qayna ham qolmadi, xotin ham qolmadi, audio zapislar ham qolmadi, chiqib ketib sharmandagarchilik bo'lib ketdi hamma joy. Nima uchun bo'ldi? Chunki sizni va siz otangizni ustozimiz deb qo'yib turib, otangiz ham nomini bulg'amoqchi bo'lganligi, sizni ham nomingizni bulg'amoqchi bo'lganligi, oilaviy tomondan hujum qilaman deb shunaqa gaplar qilib, haqoratlar ham bor ichida endi haligi sen bir balosan, valad zinosan ham devoriy degan gaplar ham bo'lib ketgan. Mana shunaqa haqoratlarga Alloh taolo javobni bergan. Ana u javob boshqacha javobda. U menga qilgan narsasi bo'yicha men aytyapman, yana qaytaraman. Ursam, so'ksam, o'zing iflossan desam, haliginaqa audiolarni men ham bir joydan sotib olsam bo'ladi masalan. Olib turib, mana deb narsani qo'yib beradigan bo'lsam masalan. Rasa bo'lsa, shu sekundda men jazosini beraman, unda bo'ldi. U albatta fortichkalari ko'p odamchi, u boshqa fortichkadan chiqib ketmoqchi bo'laveradi baribir. Xatosini, jinoyatini ko'zning oldiga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz ham, "Ay, yo'q, aslida men bunday demoqchi bo'lganman" deb turaveradi. Chiqib ketdi-yu shunaqa narsalar. Haliga mana bu narsa mumkin deydi-da, ertasiga mumkin emas degan gap chiqadi uni. Mana bu narsa mumkin emas deydi-da, mumkin degan gap chiqadi. Yana keyin uni eng yomon, inson eng katta xatosi. Va qoraga siz mana bu narsani mumkin emas degan so'zsa hech ham unaqa demaganman men deydi-da, shunaqa montajlar qilishyapti. Deydi-da, keyin tagidan orqasidan o'sha narsani gapiga teskari o'zini atvetini, javobini qo'yib qo'yishadi o'zinikini. Ya'ni bu dunyo shunaqa bo'lib qopti-da endi, juda tezkor dunyo bu dunyo. Hayot tezlashib ketdi. Ehtiyot bo'lib gapirmaydigan bo'lsangiz, gapingiz to'g'ri kelmay qoladi, bir-biriga chatoq bo'ladi. Mana Alloh taolo mana shunday qilib jazo berar ekanda. Men beradigan bo'lsam aytayapman, o'sha paytda so'karman, urarman, boshqa narsa qilarman. U qahramon yasab olishi mumkin edi. Lekin Alloh taolo uradigan bo'lsa, Alloh taolo jazo beradigan bo'lsa, butun aymoq bilan sharmanda qilib yuborar ekanda. Bu narsani o'sha paytda ham ko'rildi. Hozir ham menga turibdi internetlarda ana shu narsalar, voqealar. Yana qaytaraman. Men birovning ustidan kulib gapirmayapman.
Alloh taoloning buyukligiga iymon keltiring. Ishoning. Siz kim bo'lsangiz ham mazlummisiz, albatta siz haqiqat olib beriladi. Men iymon keltirdim. Bundan keyin so'z berdim o'zimga. Alloh taolo adashtirmasin. Ana shu so'zimni turishga Alloh taolo muvaffaq qilsin. Agar menga zulm bo'ladigan bo'lsa, u zulm deganda qanday? Meni hayotim alhamdulillah yaxshi ketyapti. Qornim to'q, ustim but, oilam bag'rimda, onam bag'rimda, yonimda. Masalan, alhamdulillah hammasi yaxshi. Lekin shu yerda kimdir meni dilimni xufton qilmoqchi bo'lyapti. Yoki menga qarshi bir narsalarni qilyapti. Yozuvchilik qilyaptimi, boshqa narsalar qilyaptimi? Lekin men hayotim o'tyaptimi? O'sha paytda men Allohga tashlayman. Siqiladigan narsa turibdi, jazo bersam bo'ladi unga. Lekin Allohga tashlab qo'ysam, Alloh taolo albatta meni haqimni beradi. Lekin masalan sizga zulm deganda, sizga umuman nafas oldirmay qo'yadigan bo'lsa, sizga umuman ziyonni har qadamingiz yetkazmoqchi bo'ladigan bo'lsa, sizni andishingizni otini qo'rqoq deb qo'yadigan bo'lsa, ana unga siz chora ko'ring. Uni siz ustidan yozsangiz ham, siz terpiylar bo'lmaysiz, yozgan bo'lmaysiz. Menga kun bermayapti mana u desangiz, yoki bo'lmasa bir ifloslik qiladigan bo'lsa, unga jazo bering siz. U yog'iga turib bera oladigan bo'lsangiz, urib sindirib yuboring. Bu yo'q, javob bera olmayman qonun oldida desangiz masalan, o'zingiz ishingiz bu. Gap insonda bo'ladi-yu. Hayotida hamma yaxshi ketyapti, bir joyida odam joniga tegadigan qiliqlar ketyapti-da. Ana shu holatlarda Allohga tashlab qo'ying. Hayotingiz o'zi ketyapti-yu yaxshi. Ozgina sabr qilasiz, bu yog'ingiz yaxshi-ku o'zi. Ana shu sabringizga Alloh taolo mukofot beradi. Mukofotni ham siz o'ylagandan ko'proq qilib beradi. Siz buni ham bir sharmandasini chiqarishim kerak degan narsa shayton olib kelyapti sizga. O'sha sharmandasini chiqaradigan bo'lsangiz, bu xato gunoh bo'lardi, lekin Alloh taolo o'shani gunohmas tarzda qilib beradi. Siz qo'lingiz bilan emas, boshqacha yo'l bilan. Siz o'ylaganingizdan ko'proq sharmanda bo'ladi. Siz o'ylaganingizdan ko'proq tinchi buziladi uni. Siz o'ylaganingizdan ko'proq tavbasiga tayantiradi uni. Allohniki boshqacha bo'ladi. Mana shu bir go'zal narsani ildim, chunki musulmon inson o'zi bilgan haqiqatni, o'zi ishongan bir hikmatni, bilgan, ko'rgan hikmatni albatta boshqalarga ham ulashishi, yaxshilikni, manfaatni boshqalar bilan ham bo'lishligi bu har bir musulmonni, har bir erkakni, har bir shaxsni bu ishi bo'lishi kerak bo'ladi. Shundan kelib chiqib men ham sizlarga bo'lishdim bu narsani, ilindim. Albatta Alloh taoloning hikmatiga, Alloh taoloning chevarligiga ishoning. Alloh taolo albatta siz hech qachon yordamsiz qo'ymaydi. Alloh taolo barchalarimizni tuhmat balosidan o'z panohida asrasin.